정산모. 여성분. Atrapqa obdan qara. Odam kelib qolmisiz? Atrapqa obdan qara. Odam kelib qolmisiz? Tezroq bo'lsangiz-chi. Az qoldi. Bo'ldi. Endi ketaylik. Keldingmi? Yaxshi bo'ldi. Ara mushinchilikmi? Menga ishonmayapsan-sa? Yaqay. Osigul jinim, men bunda xildab qo'ydim. Shundaqdimi, agar ishonmasang, bu pulni ikkimiz deganimiz bo'yicha bo'lishib, yo'limizga mangaylik. Osigul jinim, gapimni xato tushunma. Men sen bilan o'ynashib qo'ydim. Qo'limizga tegadigan mollarning texi tekin yo'q-ku, ha? Uydagi heliq shumlar bilan quvonning shumlarini oladigan odam texi kamidi. Vaqtni yana keyniga sursak ishlarimiz chenib qoladi. U chaqda uydagi shumlarni bir taraf qilmoq pastga tushamiki? Gapingga o'g'irliq. Ularni o'zim bir taraf qilib o'tay. Qandaq bir taraf qilsak ular? Sen ularni aldab sirtqa olib chiqqan. Ondan Vay. Xo'jayinmi? Bo'ladi. Biz hozirlab boraylik, ma'qul. Hey, ular ketdi. Chapsam bo'laylik.
Ay, Tekmi xasiyat qiz. tekmi Şahipka, qani keling o'tirib. Bo'ldi, men qaytay. Ustam hozirgacha do'konga bormadi. Bir yerga ketib qolmaganda, ha? Ayolning deyishicha akşam chiqib ketibdi ekan, texchi qaytib kelmadi-ku. Amisi bir yerga ketibdi-da. Heligiz kelib qolarmiz. Men qaytay. Ma'qul. Şahipka birdan o'tirib chiqmay. Bo'ldi, qaytay. Qaytamsiz? Bo'ladi. Bo'ladimsa. Bo'ldi, uzatmang. Xo'sh. Ma'qulimsiz, xo'sh. Ne ketkendi? Oğlum, bu kimden şapkisi? Qaysi kuni ho'yildan tepib olgandim. Kimden oğuydu? Acep Kuvan'ın şapkisiga o'xshaydigan ha? Xo'jayin. Mana mushu shu. Mushu shuga. Xo'jayin. Mushu bolalar shu. Qanday? Qo'lani kel. Hey! Chiqlashma! Chiqma! Qara! Yardımı? Hı? Bo'ladi degan. Siz paranchayli. Özüm yapar. Qog'amalnimi tezini ep kel. Bo'ladi xo'jayin. Pulni shu chaqda beraman. Ma'qul. Men hozirda epkilayman. Unda qolsin. Xotirjam bo'l. Ma'qul. Xo'sh, yura. Şu bir tal oğlum tursa, endi qandaqmı qilaman? Xudo. Jinim balam naladim tinib yuradigandı. Bo'ldi xotin. O'g'limizni tepilib qolar. Yig'lamanglar. Ilmi 3 kun bo'ldi. Hech qanday izlarga bo'lmasa, bechora o'g'lim. Nala
piyada yürüydiğandı. Muş günlerde uşak ballağı acep kilişmesi kilovatı da xotun. Sizler sevri qıp oturup durunlar. Ben sakşı darısığı berip kiley. Ben mi barayım o? Yakıp oldu, melle berip kiley. Dadısı, ben mi barayıcı? Boldu oturup durunlar, ben berip xaberini hep kiley. Canım balam. Ustam, işkilenmey sakçı xabar qısla. Fukam, muş kichikkina ishni yo'g'intib etsak, obdan bo'lmasmikin deyman ha. Quvonboyga obdanroq gap qilsak, o'ngishilib qolar. Buni qandaqmi kichik ishlik olsun ustam. Agar bir odam zaharlanib o'lgan bo'lsa, barliq so'roqchilik siliga kelibdi. Quvon nayroning maqsadi shu tursa, ma'qul deb soqchiga xabar qisla. Bo'lmasa o'zim xabar qilaman. Ma'qul. Xabar qilsaqmi qilayli. Amsa hazırlamang ayli. 5-ci dərsi küz bəsli. Asman nima degan egiz, nima degan tinch, nima degan köpkük. Asmanda parça appak bulutlar üzüp yürətdi. Ha, pek haklı atamsız. Dadanla sizlerini oynatmakçı. Yürünglar. Dadam bizni saqlab qaldimi? Ha? Dadam bizni o'ynab qilib turamdi. Ha. Nima degan yaxshi. Dadam acaba özgemepti o. Dadan restoranda dostları bilen kaldı. Hay hasiyet durana siz nima paray. Buldu isleyi berip kelinler. Menin sel mecazım yıktırdı. Ufka merdan, sen sınavlan birli berip kelgin. Makul. Bulunla. Denur, su içine. Bo'ldi uzatmang, biz restoranga berib baqayli. Dadamın bir iş bulmagandı. Dadangizdan so'raydigan bir narsa gap batdi. Bo'ldi. Biz ma'ayli. Aka, biz bu yerga qanday qilib kelib qoldik? Qarniyatlar bizni aldab söketmek çıkken. Şundak, ular bizni aldap söküp etmekçi. Aka, men qo'rqyapman. Korkma Ufka, ben var. Bizden qanday qilamiz? Korkmağla ufkularım. Bu yerden amal kılıp kaçıp gitimiz.
Qanday qilishimiz? To'g'ri. Bu yerda qo'shqidek yer yo'qkan qanday qochimiz? Qanday qochamiz? Asiya, ular kelibdi. Ular bu yerda ko'rinmaydi. Yaxshimisiz xo'jayin? Bu sening tapan haqqing. Esingda olsun. Ertadan başlap bu nahiyda hech kimning ko'ziga ko'ringuchi olma. Uqdingmi? Uqdim, deganingizdek qilaman. Bularni barda yerga olib qo'y. Biz tuqqunimizning uyiga bormoqchi. U yer intayin bexatar. Tuqqan-puqqanni qo'yib, birer mehmonxonaga tushinglar. Bo'lsa bugun, bo'lmaganda erta deganda bu nahiydan yo'q qilinglar. Navodi saqchining qo'liga tushib qolgandek bo'lsang, mejig'ini chiqarib yetaman. Uqdingmi? Bo'ladi xo'jayin, bo'ladi. Xo'shimcha. Quvan Hüseyin hacımның qıçsıға rastlı zər çaşqanmıdı? O neymiş zər çaşqandı? Balkim shaxsiy ziddiyati bo'lishi mumkin. Shaxsiy ziddiyat uchun o'nchilik qaramliq qilmas. Biz oldi bilan Quvanni tepishimiz kerak. Meningcha Quvanning bolalarni restoran saqlab qolgani yolg'on. Bu yerda cho'qim bir masala bor. Rast, biz nay ichidagi restoranlarning hammasini tekshirdik. Natijada Quvanning sayısim ko'rinmadi. Balkim o'z oyog'idan qo'rqib qochqandi. O bir obdan öyvaqlarını, balçaqlarını taşlap nəgim kete. Mən onun pıxsıq adam ekanligini obdan bilaman. Lekin qıçıq zəhər selishiga hargiz ishonmayman. Bu hargizmi tasoddifilik emas. Meningcha, bolalarni aldab ep qochadiganlarga yordam qilayotgan bir qism g'olliq jinoyatchilar bizning mushtavaligimizda bo'lishi mumkin. Egilishimizcha, bizning noy bozorimizda Osiya Qizil, Pulash Sho'rk deydigan ikki gumonli odam paydo bo'lgan. Ularning harakati intayin sirliq. Osiya Qizil degan dal quvayoqchining ayoli shu. O quvayoqchi bilan qanday tanishib qolgan? Nima sababdan to'y qilgan? Ularning harakati intayin gumonliq. O ikkisi burun Urumchi, hatto Ishkir o'lkalargacha eqib berib jinoyat sodir qilgan ekan. Buni biz bugun aniqlab chiqdik. Shunga meningcha uchtum yo'qolib ketgan bolalar mush ikki odam bilan munosabatlikmi ekan deyman. Yana Quvanning sirliq yo'qolib ketishimi mush ishlar bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Başlıq bugün keşli teşrif etmezsek qanday ola? Buni... Doklat başlıq! Kirang! Doklat! Nimesh? Nahiye bazır sirtidagi o'rmonliqda bir necha gumonli odamlar bayqalgan. Buni bir malchi xabar qildi. Tafsili so'zlang. Malchining deyishicha, o'rmonliq atrofida bir dona qora rangli pikap bilan bir dona bolgoy to'xtatib qo'ygan bo'lib, gumonliq 6 er bilan bir ayol maxfiy so'zlashgan. Tugidi başlıq. Ahvol intayin xatarlik. Hammamiz atlanaylik. Hey, nima? Ha, uqdim. Nemish bo'pti? Qarniyatda bolalarni aldab ep qochibdi. Darhol keynimizga mashina xabar qiling. Shimoliy davlat yo'liga aytish. Diqqat! Jinoyatchilar qochibdi. Mashinani shimol davlat yo'liga haydanglar.
Maşinni Şimal Devlet yolu haydanglar. Tugiri. Hey, dikkat, dikkat. Şimali devlet yolu. Janubi cho'ngtash yo'l darhol qamal qilinsin. Har qanday qatnash vositalari qattiq tekshirilsin. Gumonli ahvol sezilgan aman tutib qilinsin. Gumonli ahvol sezilgan aman darhol tutib qilinsin. Tugidi. Mashinani Şimali devlet yolu haydang. Abdullah Xo'jayin, oldimizda chorlar saqchilari bor ekan. Basta. Mana ishni. Başla, karbaşın keyini karıp başla. Ciddi ahvol. Gumonli bir qor mashina 314-liniyaga qarab qochdi. Darhol qo'g'langlar, qochirib qo'ymanglar. Tez bo'linglar. Mashina darhol to'xtatib, janubiy cho'ng tosh yo'li tutishadigan chig'ir yo'lga hayda. Oldimizda saqlab ekan. Hey, cıklaşma kim oldunuz? Elvika! Şuntayla duvarını yığış! Hey, şaka bile! Tez eyde, tez! Aklımızda saksı geldi şaka bu! Tez eyde! Başını doktor! Onu güzel! Kıvırma! Koş koş! Yakınmışsa! Yakınmışsa! Öldürüydü ben mumsa! Can taşla! Eğer de can taşlarsan, sağ kendine kılmaz! Can taşla! Yak balını koy ver! Yakın gelişme! Bunu öldürüydü ben! Balını koy ver! Sağ kendine kılmaz! Eğer de balını öldürüp koysan! Yakın gelme! Sen ömür boyu sürmedi yakın gel! Gelme davadı ben! Yakın gelme! En yaxşı balını koy ver! Sağ kendine kılmaz! Balını koy ver! Yakın gelme! Koy ver davadı ben! Koy ver! Ma! Şeydi! Sabırlıma! Kalka! Olur güzel! Kalka! Kalka! Komşu ol çıkırma! Kalka! Tutun! Yavaş kal! Çıktın! Koşmal! Koşmal! Oyuncak! Kapatma! Yavaş kal! Koşmal! Beni koyutumla! Yapma! Lan! Lan! Fre! 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 Bana! Kalka! Kalka!
Geç! Tamam. Coşma. Bulamni qaytirib be. Bulamni qaytirib be. Ben emas. Yok. Oy, can. Oy. Şnaş. Şnaş. Ular ketdi de. Mana keldim. Mana. Sıkıldım keldim mana. Sen. Bulumda kaytırıp be. Bulumda kaytırıp be. Bulumda kaytırıp be. Bulumda kaytırıp be. Benim pullarım. Benim pullarım. Hepsi benim oldu. Benim oldu. Hepsi benim.
yenge. Otqa yeytimen. Otqa yeytimen. Hammaga otqa yeytimen. İnsanның hayatı intayin qimmatlik. Shundaqla u intayin cheklik. U faqat o'z qadr qimmatini, g'oya nishonini, ulug' inson bo'lishdek buyuk qimmatini, xato va to'g'rini farq etishdek o'ziga berilgan aql farosatni to'nib yetgandila, ashu qimmatlik ham cheksiz hayotdan cheksiz baxt, omad, qadr qimmatni yota oladi. Bovam menga bunday aytgan. O'g'lim, bu dunyoda ikki o'lik bo'ladi. Biri haqiqiy o'lgan o'lik. Yana biri o'zi hayot bo'lsa-mu, o'z xalqiga foyda yetkazmaydigan, aksicha yurt xalqini qoqishtiradigan, boshqalarga yaxshilik qilmaydigan, bu dunyoda hech bir qimmati, to'hfasi yo'q, natijasiz yashagan tirikning o'ligidir. Bu hozirgacha esimda turibdi. Afsus, to'limi afsus. Mahallimizning guli, go'yo qaqasliqqa aylangan go'zal bo'stonligimizning bulbuli, diyonatli qiz xosiyatgul Aşı çeklik hayatının çeklik basıcıda, Emdil 18 yaşında bəxt barışı bu alem bilen vidalaştı. Onun için kan yaş döken bovay momayla, savaqdaşlar, yurt mahalle, eğir kaygı hasret çömdü. Nurgun közlerden kan yaşlar taramlap düştü. Hemmeylen elvida, elvida xasiyet kız diginice levlerini testi ömellep, közleri qiymigan halda xasiyet kızının içinişlik ölümünü dağ-doğulup uzutup koydu.
Xasiyet bizni göz qanchalik xush olib ketar. Uni tuyuqsiz yerib xush qilayotmandiq. Shundoq qilsak qilsak yaxshi bo'ladi. Meni ko'z texim qo'shilib ketar qachon. Shundoq qilaylik. Har Arslan Xasiyetga olgan sovg'atlaringizni bugun beramsiz yo boshqa kuni beramsiz? Balkim ayrim ko'rishib andin berasiz, Arslan. Albatta shundoq qilaman-da, ha? Kitob materiallarni qo'yib berasiz. Uning qatab olgan boshqa narsalarni qanday qilasiz? Beraman, bu narsani sizga kelgan cho'qim qabul qilasiz deb qo'lga majbur tutqizib qo'yaman. Bertan, Dilnur, nima bo'ldi? Uyda birasi. Nima shu? Danglachu. Nerdan? Nima shu? Nima shu oldi? Açam, çıkıp gitti. Nima? Xosiyat. Nasıl otobüsler? Bu Rasma. Bu mümkün emez. Yok, bu mümkün emez. Mümkün emez. Yok. Reallik. Adamning ishongisi kelmaydigan reallik. Biroq bu reallik bizni eng ig'ir azobga, qayg'u hasratga, bir umr nadomatga tashlab oxir ishontirdi. Texi amdil 18 yoshga kirgan umid g'unchilari poraklanib ichilish oldida turgan. Samimiy, olijanob, yaxshi savodishimiz. Shundoqla can dostumuzdan mengülik ayrıldık. Kaderli dostum Xasiyet. Bizning sana deydik. Olubmu Arslanning sana demekçi olan ne kadar otuk yüreksiz bir bar idi ya. Biz ko'nglimizga nemalarni bitib kelgan bilamsiz. Ayşe bir yillik maktab hayotimizda ko'rgan bilganlarimizni, anlaganlarimizni sana deb beradi. O'ynashib, chaqchaqlashib, kulishib emas. To'lum afsus. O'ynagan fikrlarimizning hammasi barbod bo'ldi. Biz sen bilan qayg'u hasrat ichida azobli vidolashyapmiz. Canım dostum, senin samayın, kalbimde bir güzel, yarkın obraz ol, mengü sağlam olsun. Rahimsiz takdirinin kısmeti bilen, vakitsiz ayrılgan bolsak, seni mengü yapayım. Xasiyet, yatkan joyim cennette olsun. Elvida.
Tangri adil. U qandoq qilishni xolisa shundoq qila oladi. Ham shundoq qiladi. Quvan yağçı qabi jinoyat yo'liga mangan asi. U Polatlarning qo'lida eng qabih usul bilan hayotidan ayrildi. Jinoyatchilarning davomli jinoyat o'tkazish yo'li bekit qilinib, qonun to'g'ri tushgan bo'lsa-mu, biroq betalay farzandlar qisq ortidan ayrilib, hech narsa yo'q yetim aylandi. Ammo oq ko'ngil samimiy inson Hüseyin Hojim ularning holidan yaxshi xabar elib, ota-ona o'rnida ularning bekini sildi. Yaşayan dilkeş insanlar yoksulluğun vay halığa şifa etken minnetsiz yaşayan dilkeş insanlar yoksulluğun vay halığa şifa etken muhabbet, kısmetlerge